Xalqaro Qonunshunoslar birlashmasi tarafidan Turkiyaning Koni shahrida uyushtirilgan Islom dunyosi qonunshunoslar qurultiyi 23 may oxirlashib xulosa doklad e'lon qilingan. Konya shaharlik hukumatning qo'llashi bilan o'tkazilgan qurultayga 40 davlatdan kelgan 250 advokat qatnashgan bo'lib, qurultayning 5 yig'inida adolat, qonun bilan idora qilish va kishilik huquqi munosabatlik masalalar muzokara qilingan. Egilenince Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi hay'at dunyoviy adolat chaqiriqi temasidagi yig'inda Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni kun tartibga keltirgan va islom dunyosining mas'uliyatini eskartgan. Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanachiligining jiddiy oldini olish kerakligi bayon qilingan xitobnomada Kashmir va Falastin xalqlariga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qarori bilan o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi berilishi talab qilingan. Pakistan Tashqi ishlar ministrligi Bilawal Bhutto Zardi vazifasiga o'tirgandan keyin tunji chet el ziyoratini Xitoyda boshladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Zardari Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Guangzhou shahrida ko'rishgan. Xitoy bilan bo'lgan do'stlikning Pokistonning diplomatiya siyosatining ultishi va Pokiston xalqining muqarrar talishi ekanligini bayon qilgan Zardari, Pokistonning bir Xitoy siyosatida chang turadiganligini va Xitoyning tub manfaatini qo'g'dashni qo'llaydiganligini aytgan. Pokiston hukumati Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi elib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniy qilmishlarga sukutda turishni va hatto qo'llashni davomlashtirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Amerika texnika va uchar shirkati olma ishlab chiqarishni Xitoydan boshqa davlatlarga yo'tkashni planlagan. Egilenishicha, olma shirkati mahsulotlarini Hindiston va Sharqiy Janubiy Osiyoda texnik yuqori sur'atda ishlab chiqarish uchun harakatga kelgan bo'lib, bir qism xom ashyo ta'minlovchilarga bu ishni uqtirgan. Azerbaycan, Türkiye, Gruziya 3 davlat parlamentlarining tashqi munosabatlar komitetining 7-qadamliq 3 taraf yig'ini Azerbaycanning Shusada o'tkazildi. Beyjing doiralari Kanada hukumatining Xitoy telegraf shirkatlari Huawei va Zhongshangning qattiq detal va mulozimatlarini ishlatishni cheklaganligiga e'tiroz bildirdi. Xitoy Savdo ministrligining bayonotida Kanada hukumatining davlat bexatarligini asos qilgan qarorining hech qanday konkret paketga tayinlanganligini va bozor egiligi va erkin savdo qoidasiga xiloflik qilganligi o'tirib qo'yilgan. 5-oyning 20 kuni Kanada hukumati davlat bexatarlik xavfini ko'zda tutib, Huawei va Zhongshangning Kanadaning 5G simsiz to'rini qurishi ve səblişini çekledi. Amerika prezidenti Joe Biden Asiya ziyoratinin ikinci bekti bo'lgan Yaponiyaning poytaxti Tokioga keldi. Asiya sayohati davomida Koreyadan ayrılgan Bidenni elib mangan aeroplan 23 may Amerikaning Tokiodagi Yokota havo armiya bazasiga qo'ndi. Malayziya Davlat Mudofaa ministri Hishammuddin Husayn agar Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi davlatlari ittifoqlashsa, hech qanday darajadan tashqari cho'ng davlat rayondagi davlatlarni to'van mo'ljallayolmaydi olmaydi dedi. Malayziya, Indoneziya, Birma, Brunei, Kambodja, Laos, Filippin, Singapur, Tayland va Vyetnamni tarkib topgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi 1967-yili qurilganidan buyon bu rayonning eng unumli iqtisodiy va siyosiy hamkorlik tashkiloti bo'lib qolgan.